Assalamu alaykum, qandoqlar yaxshimi? Men bugun sizlarga bu fırın duxovka taxsisini tozalashni ko'rsatib bermoqchi. Men buningda go'sht kirib pishirgandim. Astan qog'oz qo'ygandim, ammo qiymasi eqib mayali yog'lashib turibdi. Buni tozalashni ko'rsatib bermoqchi inshaalloh. Men ilgari qatimni degandim tuz yog' chizidi, yog'ni o'ziga tortadi deb. Shunga men oldi bilan tuz qo'yman. Mana ko'rganlarga tuzni qo'yishim iravatadi. Tuzunu koydum. Ondan keyin yeni men sizlarga davomli deb kelayotgan karbonatın baz miqdori. Ondan keyin yana oqachiq surim. Ondan keyin bununla Kölonlarıma yağma erip çıkmayı. Az miktarda kaynak su koyumu. Kaynayan suyumuzun koyumuz az miktarda. Bunu 15-20 etrafına muşalet koyup koyumuz. Hazır bana çıkıp olduğu mana kölonlar mana 15-20 koyup koyumuz. Mana körgün onladık yağlarını muşalette. Çözüptü. Bu anda da biz bunun suyunu döküyoruz hazır. Döküverdim ködanla. Tutup baksanlar mı? Yağdan hiç qanday eser yok. Yine biz taxım pakiz qilib için mana limon qo'llandim. Bunu da biz sopun işletmeyemiz çünkü mana limonda şey koydum. Limonla yağ çözüdü. Limonu sürtüp etip, anadaki sularla çayqaversanlar çıkıp gidiyor. Ama bu duxovkaninki taxsisiga nima ishlatmoqlik deymiz, sopun yoki yağ çözücü. Çünkü bu yeni duxovkaga kirdi, qiziq holatda turadi. Yani 200 gradus yoki 180 gradus bilan pishiramiz, aqtigan deganda. O holatda bu isib yana tamoq bilan zaharga aylanib badrimizga kirdi. Onun için bu limon oqachiq sudan hech qanday ziyni yo'q. Shu holatda tozalab, mana hozir buni mana toza yog' va degan yerlarning hammasiga limonni yoki suyni siqib turib mana shu holatda surkib etib, suvda bir qatorlab çayqab etdim hozir. Mana sopuni hech qanday bir narsa aralashtirmaymiz. Faqat mana shu bilan çayqaymiz. Yağ bayarının hammasi tuzulanmini. Oqachiq suvni unda limondan ham shu usulda qilsanlar bo'ladi. Tutib baqsanlarmi, yog'dan hech qanday asar qolmaydi. Buni etib, qurutib, sep qo'yib ishlatsanlar bo'ladi. Musha holatda sopunsiz yog' dog'larini tozalasanlar bo'ladi. Duxovkaning taxsilleri bo'lsin, mayli qozonda bo'lsin. Ko'rdinglarmi? Musha holatda. Bo'ldi. Agar ko'nglingiz bek ko'tarmay qolsa, sizlar atrof sopun qilasiz. Sopun aralashtirib yeysanlar bo'ladi, qachiydigan sopunlar. Lekin bek qulay. Çünkü tuz, limon, yağni o'ziga tortib qo'yganlik uchun. Ammo lekin cho'qim quritib qo'yib qo'yinglar, chunki bu temir bo'lsin, mayli temir bo'libmi, ma'u degan desmi, ya'ni duxovka taxsimi qo'yib qo'ysanlar bu qurib dog'lashib setib ketadi. Ana lekin aynaqacha ham bir xil setib qoldi, yumg'andeklar bo'lib qoldi quritmasanlar. Mana dostimiz say yurgan xamir yug'iradigan dosti ham meni yuvib quritib solaman. Ama ben böyle bir narsa qo'yib qo'ymayman. Yine bu holatda tozasanlar bo'ldi duxovkaning taxsisini.